Poytaxtimizda joylashgan muhtasham Xalqlar do'stligi san'at saroyida o'ziga xos yoqimli ovozga ega O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva ilk yakkaxon konsert dasturini taqdim etdi. Samarqanddan keldim. Bular singillarim Jizzaxdan kelishdi. Qo'shiqlarni yoqtiramiz. Yulduz Turdiyevaning qo'shiqlarining hammasi ma'nosi yaxshi. Jonli ijrolarini ko'rish uchun poytaxtga tashrif buyurdik. 100 kishi bo'lib 2 avtobus bo'lib keldik. Tojikcha ko'p qo'shiqlar aytadilar. Laparlar, maqomlar, Turkcha qo'shiqlari, Ozarbayjoncha qo'shiqlari, maqom yo'nalishidagi qo'shiqlari menga juda ham yoqadi. Ona haqida ko'p qo'shiqlar aytadi. Ashulalarni sevamiz. O'zlarini ham tutishlari, ashula aytishlari juda yoqadi bizga. Men har kuni YouTube'da kuxnyaga qo'yib ovqatlar qilaman, yaxshi ko'raman, sevim muzika. Uzoq yaqindan kelgan muxlislar Yulduz Turdiyevaning go'zal ovozi bilan birga jonli ijroni maromiga yetkazib aytishi sabab unga muxlis ekanliklarini yashirmadi. Konsertning ilk daqiqalaridanoq ular go'zal xonishlarga boy milliy qo'shiqlarimizni eshitish imkoniyatiga ega bo'lishdi. San'at osmonida yulduz bo'lib porlash uchun yillar davomida vaqt sarf etiladi. Bugun biz so'z yuritadigan san'atkor, o'z nomiga munosib ijodkor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva yillar davomida ortiqib kutilgan ilk yakkaxon konsert dasturini taqdim etmoqda. Bugun ilk yakkaxon konserti, lekin bundan avval Yulduz dunyo sahnalarida o'zbek san'atini munosib ravishda tarannum etib kelayotgan, munosib ravishda targ'ib etib kelayotgan katta san'atkorlardan. Faqatgina bugunga ekan vaqti, chunki Yulduz bizga ham qo'ng'iroq qilib konsert boshlayapman deganda, nahotki dedik hammamiz. Ijodlari go'zal, qo'shiq aytishlari, ayniqsa jonli ijrodagi qo'shiqlarini menimcha juda ko'pchilik sevsa kerak. Shu qatori biz san'atkorlar ham juda ham hurmat qilamiz mana shu. Konsert xilma-xil qo'shiqlardan tashkil topgan. Ayrimlari insonni chuqur mushohadaga chorlasa, ayrimlari muxlislarni raqs tushishga va hattoki sevimli taronani jo'r ovozda xonanda bilan birga kuylashga chorlay oldi. Yangi premyeralarimiz juda ko'p bo'lgani uchun, masalan, notanish qo'shiq hammaga sal zerikarli tuyulishi mumkin. Keyinchalik balkim bir yildan keyin bu albatta quloqlarga yod bo'ladi. Bular sokin taronalar bo'ldi, tinglash uchun. Lekin show qo'shiqlar, kontent bugungi faqat show qo'shiq xohladi. Shu Dugoshjon taronadan keyin shu to'xtamasa, shunaqa men his qildim. Hatto xohlasa endi faqat konsert, faqat o'yin bilan bo'lsa, to'y bo'lib qolish. Nigora Murodova, Farruh O'tbosarov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.